Avomchidan chiqqan bir memor mana bu bizni taklif qilibdi. Minnatdorman Alisher. Har qadamda halokatga duch kelyapti. Qani o'sha shu yerda bo'lish kerak. Ustoz. Assalomu alaykum. Xizmat bering. Va alaykum assalom. Ustoz, ismingiz nima? Ustoz Jaloliddin. Do'stimning xayolimni saqlab qoldingiz. Men sizni taqdirlamoqchiman. Biz jaydaronamiz. Halollik bo'lish tarafdorimiz. Menga kerak emas hech qanday tufa. Demak, bizning xudomizni qabul qilmaysiz. Men xohlagan tufani berolmaysiz deb qo'rqaman. Ha, mayli. Men sizning ashulalaringizni bilaman. Menga siz she'r qarsiz. She'r? She'r kim haqida bo'lsin? Yoki o'zingizni mantiqlaysiz? Yo'q. Farhodning jasorati mantiqi. Farhod xalqining mushkulini oson bilish uchun ne mashaqqatlar suv olib kelgan ekan. Qonun kechish. Shoyat bizlar ro'yobga chiqsa Farhodning shu jasorati. Ustoz, talabingiz g'ayri imkoniy. Aytdimki, iltimosni bajarolmaysiz. Endi menga ijozat bersangiz. Sho'ning ustoz, men qalbimni o'rgilmayman. Bu memor marmoqchi bo'ldi o'zimizga. U bizga aql idrok va adolat yo'lidan borishni maslahat berdi. Do'stim, siz o'zimiz to'g'riga barham bermoqingiz bor. Zotan, ahli zaminni olib olishda hayot, ahli tijoratni bexatar yo'l bilan ta'minlaydi. Biz kurashamiz, imoratlar quramiz. Biz aql idrok va adolatga suyangan yangi davlat barpo qilamiz. Qahramon Farhodning jasorati amalga oshadi. Siz aytayotgan ish faqat Jahongir, Iskandar, Muqaddayning qo'lidan keladi. Faqat shu Iskandar uning do'sti Arstu hozir bunday jasoratga. Siz Iskandar bo'lasiz. Jamila Araqiyev. Lekin bizga Iskandarning jasorati nasib etar ekan. Do'stim, Usmoniyani qilishday maqsadga yo'l tutdik. Inshaalloh.